Xitoy doiralari Uyg'urlarni zərlik yığını orqali o'ldirishni davomlashtirmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Uyg'ur karxanchi Mutallibning Xitoy jazo lagerlarida qiyin qisqa uchrab og'ir yaralangan bir holatda oilasiga berilganligi, orqadan doktorxonada bir hafta davolangandan keyin vafot bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Bu yil 36 yoshga kirgan Mutallib Kaliforniyadagi bir universitetda boshqarish kasbida magistrlikni bitirgandan keyin vatan xalqiga xizmat qilish orzusi bilan Sharqiy Turkistonga qaytib ketgan. Xitoy Turkiyada panohlanayotgan Uyg'ur savdogarni qaytarib berishni talab qildi. Buningdan burun Miraj şirketiga tava bo'lgan va Urumchining o'xshash bo'lmagan joylariga tarqalgan Miraj restoranining mas'ullari va 200 xodimning tutib ketilganligi, bu donliq restoranning ba'zi paychiklarining chet elga chiqib ketganligi xabar qilingan edi. Ma'lumotlarga asoslanganda, Miraj restoranining qurg'uvchilaridan biri donliq savdogar Kerem Mahmud 2018-yil 1-noyabr qo'lga olingan va Istanbul Beniklich qaytarib olish markaziga qamalgan. Xitoy tarafning Turkiyadan Kerem Mahmudni qaytarib berishni talab qilganligi bildirildi. Afg'oniston poytaxti Kabulda hukumat binosi qilingan hujumda 29 kishi o'lib, 23 kishi yaralandi. Afg'oniston Ichki ishlar ministrligi bayonotchisi Najib Danish hukumat binosi oldida bomba qachilangan bir avtomobil portlatildi. Orqadan qurolli kishilar binoga hujum qildi. Voqeada ko'pincha hukumat xodimi bo'lgan 29 kishi o'ldi, 23 kishi yaralandi dedi. Xitoyning Uyg'urlarga turli dafsanchiliklarni qilayotgan yig'ilish lageri dunyoning yana bir tarafdan falastinliklarni qon yig'iltayotgan Isroiliyaga ulgu bo'ldi. İsrailiyalik siyosatchilar Xitoyning bu siyosatidan o'rnak olib, Falastinda musulmonlar qarshi yurgizish haqida chaqiriq qildi. İsrailiyada hokimiyat beshidagi Likud guruhi partiyasidan Orgin Hazan Xitoyning oz sonliq musulmon Uyg'urlar uchun qurgan qaysi tarbiyalash lagerlarini terrorlikqa qarshi turish kurash vositasi deb qarab maqtadi va Bejonning terrorizmga qarshi turishda to'g'ri yo'l topganligini aqildi. Qozog'iston poytaxti Ostonadagi milliy kutubxonada turkologiya o'qish saloni ochildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev tashabbus qilgan turk madaniyati o'tmishdan hozirgacha qurilishi doirasida ochilgan bu salonning ochilish murosimiga Qozog'iston madaniyat va tantarbiya ministri Aristonbek Muhammadoli va Turkiyaning Ostonadagi bosh elchixonasining ma'rif maslahatchisi Abdulmutallib Chatin boshchiligida nurg'un turkolog va mehmonlar qatnashdi.